Bu safar aniq o'g'il bo'ladi, ko'nglim sezyapti. Aniq o'g'il bo'ladi. Tabriklaymiz papasha. Yana qizli bo'ldingiz. Nima? Qiz? Endi bunisini ismini nima qo'yaman? Birinchisi qiz tug'ilganda o'g'ilga umid borligi uchun ismini Umidaxon qo'ygandik. Keyin yana qiz tug'ildi. Bunisi albatta o'g'il bo'ladi deb ismini O'g'iloy qo'ydim. Uchinchisi ham qiz bo'lgandan keyin bo'ldi endi dedim, to'xtasin dedim. Ismini To'xtasimxon qo'ydim. To'rtinchisini Orzuxon qo'ydim. Baribir o'g'ilga orzu bor edi. Adasi yana qizli bo'ldingiz. Unda taksida kelib ol. Endi bunisini ismini nima qo'yasiz? Zaynab. O'g'il tug'ilish uchun qanaqa irim-sirimli qilmadim. Bu safar o'g'illi bo'lay deb daraxtga niyat qilib ip poyladim. Menga qara. Ertalab 5:32 da mana so'ngni olasan-da, chap o'rningga qo'yib, bir marta hidlab, 3 marta o'g'lim kel deb chaqirasan. O'shanda o'g'illi bo'lasan, xo'p? Mana. Hozir og'zingga tuplayman, keyin menga o'xshab 10 ta o'g'illi bo'lasan. Boboyi tupugidan oshqozon ham 1 yil yazva bo'ldi. Dadajon, bilamiz, siz har safar o'g'il kutdingiz. Dadajon, xafa bo'lmang. Hali biza 10 ta o'g'il o'rnini bosadigan qiz bo'lamiz. Sizga mashinalar, xon saroyidan uylar sovg'a qilamiz. Dadajon, siz bizning qahramonimizsiz. Iltimos, bizani o'g'il deb o'ylang.